Assalomu alaykum jigarlar, men ismim Rustam Ali, yoshim 30 da, Andijon Oltinko'l xonadonida video yashayman. Meni maqsadim 2026-yil yugurib gapirishni trendga olib chiqish. 2025 Tohirov bilan Xurshidbek yili bo'ldi. Nima uchun? Mendan 10 yosh kichkina bolalar nimagadir erishishi mumkin, men erishishim mumkin emas. Oddiy video olib shunaqa darajaga erishyapti bolalar. Men qasd qildim, xudo xolasa, bu yil 2026 meni yilim bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha yugurib gapirishni trend qilamiz, xudo xolasa. Bekarchilik emas, 12 yildan beri sartaroshman. Bekarchilikni targ'ib qilish niyatim yo'q. Xudo xolasa, hunar bilan ketaveradi ikkovi. Teng butun O'zbekiston podeshka qilamiz. 4 yil bo'lgan birinchi ochgan akam. Lekin bu akkauntni ochdim. 10 kunda 4000 ta obunachi barchalarga rahmat. Butun O'zbekiston qo'llab turasizlar. Podeshkadan so'qiladi jigarlar. Hammasi bitta bo'lib, ehsonlar qilib Instagramda qo'lga olamiz. Kerak bo'lsa 100 ta video qo'yaman bir kunda. Bosamiz O'zbekiston. Assalomu alaykum jigarlar, muhokkamamizga aktivni ko'rsatamiz. Qarindoshlaringiz yugurib yursangiz nima deyishi mumkin? Akalar nima deydi yugurib yursangiz? Sog'ligingizga garo'yu, yog'ni yo'qotamiz, qorinni yo'qotamiz. O'zbekiston birlami. Sport bu yaxshi. Alamlarni olishga ham hamma narsa uchun. Uyg'on Instagram. Orzularingni orqangdan it quvlayotganda yugur. Butun dunyo olimi Rustam Ali Barberining motivatsiyasi. Tur o'rningdan. Tur qachon turasan? Yaramas. Yotaverasizmi? Tur. Umring o'tib ketyapti. Tur. Men seni turgizaman, yurgizaman. Yugurasan, yugurmaguningcha qo'ymayman. Bos gazini. Yugur maqsadlaringning orqasida. Yugurmasang bo'lmaydi. Hamma o'tib ketyapti. Nechiga kirding? Nimaga erishding? Bos gazini. Kerak bo'lmasin sochingni olib qo'yaman. Bos gazini. Dalay bos, podeshka qil. Hammamiz birimiz bos tekinu. Cho'q Instagram kommentdagi ijodkorlarga yangi gap chiqdi. Bedaprasti yig'ishtiringlar. Chirindi bor 30 ming so'm. Cho'chapti payti keldi, hammaga chirindi zarur. Tarqatamiz, hamma chirindi bor 30 ming so'm deb yozamiz. Bosamiz gazini. Assalomu alaykum jigarlar. Menda kim bor mana? Kim bor? Menga plus. Menga negativlar tushadi. Yaramaslar. Akalar, mana shunaqa negativlar o'zingiz mahallangizdan chiqadi. Sizdan chiqarmaylar, o'zingizlarning mahallangizdan negativ chiqadi. Lekin biz mana qilib shashlik yegani ham kelaveramiz. Bosamiz jigarlar, negativlarga e'tibor bermaymiz. O'zingniki o'z kessa o'zakdan degani shu bo'ladi. Bu bola xolos trenddi. Bosamiz jigarlar. Uyg'on Instagram. Assalomu alaykum qadrdonlar. Maqsadimiz sari harakatdamiz, to'xtamaymiz. Bu yil 10 million obunachiga erishamiz, chunki bu maqsadlarga qo'yishimizga hech kim qarshilik qilmaydi. Maqsadni qo'yamiz va harakat qilamiz. Andijon Oltinko'lda oddiy sartaroshxonada 20 ming so'mdan soch olib semirib ketgan sartaroshning maqsadi yo'lda bir chekkasida yugurish. Hech kimga ziyoni yo'q. Xudo xolasa meni orqamdan yana semirgan akalar mendan ergashib, men orqamda ergashib yugurishni boshlasam men xursandman. Podeshka qilyapsizlar, katta rahmat. 10 million obunachiga erishamiz, maqsadlar sari olg'a harakat qilamiz. Bosamiz gazini. Akalar, baribir g'iybat qilib o'tib ketyapti umrim. Ham yuguramiz, ham obunachiga erishamiz. Podeshka uchun katta rahmat. Kuniga 1000 ta obunachi kelyapti. Bosamiz gazini. Assalomu alaykum Instagram. Uyg'onamiz yugurib gapirish trendga olib chiqamiz. Bu akamiz bitta qo'y so'yaman, agar 1 million bo'lsangiz deb yana bitta motivatsiya menga. Akalar, ishoninglar, yugurib gapirishda umuman hech kimga ziyoni yo'q. Jon akalar, qayda yo'q o'tirib gapirayotgan, qiziq gapiryapti deb like bosib ularni ko'tardik. Xo'p, undan bizga hech qanaqa foyda yo'q akalar. Zo'r qiziqarli bo'lishi mumkin, lekin organizmimizga umuman foydasi yo'q. Bitta odam manfaatini ko'zlab umriga jo'nataverdik bitta bolani 1 million qilib. Meni maqsadim hammani yugurtirish, yugurishni orqasidan semirgan kasallarni yo'qotish. Akalar, meni hech kimga ziyonim tegmaydi. Shu paytgacha 150 ming, 200 ming pul topib, Xudoga shukr qilib yashagan bo'laman. Bu akamizga isbotlab qo'yamiz, xudo xolasa. Yana bitta motivatsiya bo'ldi. 1 million bo'lgan kuningiz 7 millionlik qo'y so'yaman deyapti.
xalqqa tarqatamiz. Meni maqsadim 10 million bo'lish. Nima uchun? Agar men 10 million bo'lsam, ishoninglar, butun dunyo bu trendni oladi. Shunchaki yugurib, bu bola 10 millionga erishdimi? Men ham yuguraman deb ancha muncha dangasa odam o'rnidan turadi. Hammamiz birimiz yugurish trend qilamiz akalar. İşimizni ham qilamiz, yuguramiz ham. Begarchilik emas. Hamma o'zining ishini qiladi. Oddiy qishloqda sartaroshning maqsadi 10 million bo'lish. Bosamiz ona xalq, hammamiz bitamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, akamiz challenge-ga kelgan kim tanidi, xudo xolasa yo'ldamiz. Короче, challenge-ni boshladik. Butun dunyoning trendini o'rnatamiz, yugurib gapirish bo'yicha. Qo'ygan. Akalar, xudo xolasa 10 million bo'lamiz. Nimaga o'tirib gapirayotganlar? Xudo xolasa 1 million bo'ldi. Nima 10 million bo'lamiz. Biz harakatni boshlaymiz. Akani ko'ryapsizlarmi? Aktivni ko'rasizlar. Bosamiz jigarlar. Hozir akani reaksiyasini ko'r. Yugurib gapirish oson ekanmi, ko'ramiz. Davay. Nima bo'ldi? Juda qiyin aka. Nafas olishlarga baho beramiz. Aka gap yo'q. Bosamiz, Rustam Ali baribir xizmatchilarda yugurib gapirish trend qilamiz. Semizlarga qarshimiz, bosamiz O'zbekiston. Assalomu alaykum Anjon. Yomg'ir yog'yapti, yugurib gapirish trendga olib chiqamiz. Xudo xolasa bu yil 10 million bo'lamiz. Akalar to'xta. Aka. Ha. Nima bo'lyapti aka? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Nima qilyapsan sen? Yuguryapman aka. Kimdan so'rab yuguryapsan sen? O'zim shunchaki sog'lig'im uchun aka. Boshqa yugurmang, bo'ptimi? Nimaga nima bo'ladi aka? Bo'lmaydi unaqa qilib yurib, bo'ptimi? Nimaga nima? Unaqa qilmang aka. Unaqa qilmang aka. Hozir qorinda osiltirib yurganim yaxshimi aka? Assalomu alaykum jigarlar. Men ismim Rustam Ali, yoshim 30 da. Andijon Oltinko'l Xonibog'imda video yashayman. Meni maqsadim 2026-yil yugurib gapirishni trendga olib chiqish. 2025 Tohirov bilan Xurshidbek yili bo'ldi. Nima uchun? Mendan 10 yosh kichkina bolalar nimagadir erishishi mumkin, men erishishim mumkin emas. Oddiy video olib shunaqa darajaga erishyapti bolalar. Men qasd qildim, xudo xolasa bu yil 2026 mening yilim bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha yugurib gapirishni trend qilamiz, xudo xolasa. Bekarchilik emas, 12 yildan beri sartaroshman. Bekarchilikni targ'ib qilish niyatim yo'q. Xudo xolasa hunar bilan ketaveradi ikkovi. Teng butun O'zbekiston padeshka qilamiz. 4 yil bo'lgan birinchi ochgan akam. Lekin bu akkauntimni ochdim. 10 kunda 4000 ta obunachi barchalarga rahmat. Butun O'zbekiston qo'llab turasizlar. Padishkadan suv qiladi jigarlar. Hammasi bitta bo'lib, ehsonlar qilib Instagramda qo'lga olamiz. Kerak bo'lsa 100 ta video qo'yaman bir kunda. Bosamiz O'zbekiston.